Mana yana bitta Tracker 2 Galovka olib qo'yganmiz. Antifriz problema akalar, bunda ham 10x Tracker 2 bir xil bo'ladi-yu, nima qilamiz? Antifriz rasxod bor, birinchi tekshiriladi. Yorug'i bormi yo'qmi? Agar xudo saqlasin yorug' bo'lsa, garantiyasi bilan qilib beradi. Mashinasini mini keluvdi, motorda qaltirash, diagnostika qiluvdim, yo klapin yo prikladka deyuvdi mana. Ochtirdi, prikladka quygan. Endi polni komplekt alishtirib yuboramiz, sababi mashinani olgan. Xitoy Galovka bosgan bestlar. Endi ma'lum 1 kilometr yurgan, motorga ochgan, remontlarini qilib beryapmiz. Bu yoqda mana endi dahshat hozir o'taman bunga. Tikoy Galovka remont bo'lgan, tayyorlangan, qayerdadir zagrushkalari qilinib, bosgandan keyin antifriz rasxod bo'lgan, tekshiruvdi yorug'. Buni ham chiroyli qilib beryapmiz aka. Endi bulari har doimgidek ginezli aka. Mana eng strashnisi mana aka. Ajoyib, shu hafta, o'tgan hafta shu ko'payib ketdi shunaqa yorug' bo'luvlarni aka. Qaranglar, bu ham Damas. Hech qancha yurmagan, xudo xolisa muammo yo'q akalar. Galovka remont bo'yicha endi murojaat qilaversa, bugun remontga ulgurganlarimiz shu, baribir ertaga topshiramiz. Sababi ularda pritilkalari bor, aprisovkalari bor, yaxshi chiqsa shlipovkalari bor. Blo yamash bo'yicha ham bemalol murojaat qilaversa, qilgan joyimizda navodo yog'oq qolsa, mashinani to'g'ri binib kelaveradi. Chiqarib qo'yib qilish ham yo'g'i o'zimizni bo'ynimizda bo'ladi akalar. Kuzatishda davom etinglar.